Homilador ayollar uchun eng foydali oziq-ovqatlar. Bo'lajak onalar har doim qanday oziq-ovqatlar iste'mol qilayotgani to'g'risida o'ylashi kerak. Chunki ayollar homiladorlik davrida oziq-ovqatlarning nafaqat ta'mini, balki uning bolaga yetkazishi mumkin bo'lgan foydasi va zararini ham hisobga olishiga to'g'ri keladi. Ko'pchilik ayollarda homilador ayollar uchun qanday oziq-ovqatlar eng foydali degan savol paydo bo'ladi. Sizga homiladorlik davrida oziq-ovqatlar tanlashni biroz bo'lsa-da yengillashtirish maqsadida biz bo'lajak onalar uchun eng foydali bo'lgan oziq-ovqatlar ro'yxatini tuzdik. Sabzavot va mevalar. Sabzi homiladorlik paytida eng foydali sabzavot. Sabzi me'da-ichak yo'llarini faoliyatini yaxshilaydi. Uning tarkibida katta miqdorda karotin, E, C vitaminlari, B, K va PP guruhiga mansub vitaminlar mavjud. Bu foydali moddalar bolaning a'zolari shakllanishiga yordam beradi. Bu sabzavot me'da yarasi, me'da osti bezi muammolari va me'da-ichak yo'llari yallig'lanishlari bo'lgan ayollarga tavsiya qilinmaydi. Shirin bulg'or qalampiri shifobaxsh xususiyatlarga ega shilliq qavatlar holatini yaxshilashga yordam beradi va tomirlarni mustahkamlaydi. Qalampir tarkibidagi foydali moddalar homilador ayolning suyaklarini mustahkamlaydi va bolaning suyaklari shakllanishiga yordam beradi. Bu sabzavot tarkibida C, E, PP va P vitaminlari teri holatini yaxshilaydi. Efir yog'lari, oqsil va beta-karotin esa immunitetni oshiradi. Ismaloq. Bu sabzavot homilador ayollarda bola tushish xavfini kamaytirishda, homiladorlik toksikozida va kamqonlikning oldini olishda yordam beruvchi folik kislotasi A, B9 va E vitaminlariga juda boy. Pomidor juda to'yimli va kaloriyasi past bo'lgan bu sabzavot tarkibida hujayralarni erkin radikallardan himoya qilishda yordam beruvchi va noyob hisoblanuvchi likopin moddasi mavjud. Banan bu meva tarkibida kraxmallar soni ko'pligi va kaloriyasi baland bo'lishiga qaramasdan shifokorlar undan voz kechishni tavsiya qilishmaydi. Banan tarkibida homila uchun eng foydali elementlar mavjud. Bular rux va kaliy. Olma bu meva me'da-ichaklar yo'llari faoliyatini yaxshilashga yordam beradi. Me'da suyuqligi ajralishini ko'paytiradi. Ko'ngil aynishini yo'qotadi. Olmada homila rivojlanishiga yordam beruvchi ko'plab temir, marganez, magniy, fosfor va kaliy moddalari bor. Yormalar. Suli. Undagi ko'p miqdordagi vitaminlar va minerallar homiladorlikning yaxshi o'tishini ta'minlaydi. Murakkab uglevodlar modda almashishini tezlashtiradi. Jigarrang guruch. Guruchning bu turi organizmda oq guruchga qaraganda uzoqroq hazm bo'ladi. Shuning uchun homiladorlar uzoq vaqtgacha to'qlik hissini saqlab qolishadi. Tabiiy yogurt. Uning tarkibida suyaklar va mushaklar, shuningdek boshqa muhim a'zolar shakllanishi uchun zarur bo'lgan katta miqdorda kalsiy va oqsillar mavjud. Yogurtdagi foydali bakteriyalar me'da-ichak yo'llari faoliyatini yaxshilaydi va foydali moddalarning homilaga yetib borishini tezlashtiradi. Tuxum. Tarkibida kaloriyasi past bo'lgan katta miqdorda proteinlar bolaning yurak-tomir tizimi rivojlanishiga yordam beruvchi B guruh vitaminiga mansub rux va selen moddalari mavjud. Go'sht. Mol go'shti, kurka go'shti, tovuq tushi, ular tarkibida ko'plab temir, foydali hayvon proteinlari, B guruh vitaminlari bor.